bu al-misoq deydi-yu. Al-misoqda Alloh taologa va'da berganmiz. Hamma ruhlar va'da bergan. Men sizlarni Robbingiz emasmizmi deb so'raganda, "Ayo, Robbimizsan" deb va'da berganmiz. Bu ibtidoda eng boshlang'ich tochka o'sha, eng start shu. Ko'pchilik aytadi, o'sha ibtidoni topsang imtihon topasan deb. Sahl ibn Abdulloh Tusariy degan rahmatullohi alayh buyuk bir zot o'tgan, vali zot, Ibn Sino zamonida. O'sha kishi aytganki, men o'sha ahd berganimni hozir ham eslayman dedi-da. O'sha ahd berganimni eslayman dedi. Bizda bitta devor turadi. Juda ko'pchilik eslolmaydi-da u narsani. Uni Alloh taolo olmasa, shu devor degani bitta narsa esim tushib ketdi, odobsizlik bo'lmasa, ko'p gapirib olmagan bo'lsam, juda ibratli narsa. Bir imom yaqinda bo'lgan voqea, O'zbekistonda bo'lgan, adashmasam, Rustamjon domla bilan ko'rishib qolganimizda, yonida yurgan bir qadrdon akamiz aytib qoldi. Bir imom jumada ma'ruza o'qib tursa, har doim masjidga kelishida bir alkash odam bor ekan, aroq ichib, doim shu ichib yuradigan, hech umrida namoz o'qimagan odam. O'sha o'tiribdi ekanda jumada. Ko'rib xursand bo'lib ketdi. "Ye" debdi. "Qayerdan bo'lgan? Tavfiq nasib qildi" deb jumani tugatib, solib borib, quchoqlab, tabriklab, "Sizga qayerdan berdi hidoyat Alloh" desa, keyin aytibdi, "Juda ta'sirlanib ketdim men mana shu gaplarni eshitib. Men aroq ichardim to'g'ri, lekin bu aroqni haromligini va menga zarar berishini bilardim" dedi. Faqat nafsimga kuchim yetmasdi. Men bu namoz o'qishga kelayotgan odamlarni juda ham havas qilardim. Men ham kelgim kelardi, shu yerga namoz o'qigim kelardi, jumalarga chiqqim kelardi. Lekin oyog'im bu yoqqa meni tortib olib kela olmasdi dedi-da. O'zimga kuchim yetmasdi. Va kuni kecha men duo qildim. Men duo qildimki, "Ey Allohim, men shu haromni qanchadan beri ichib yuribman, lekin kuchim yetmayapti, tashlagim keladi lekin. Allohim, men ham namoz o'qigim keladi. Allohim, bilasan, ko'rib turibsan, sen bilan meni o'rtamda bitta devor bor" dedi. "O'sha devorni qancha paytdan beri yiqitaman deyapman, lekin men yiqita olmayapman. Chunki men bandaman-da" dedi. "Lekin sen Allohsan-ku. Senga nima bu devor?" dedi. "Iltimos, mana shu devorim yiqitib bergin. Men senga talpingim kelyapti" degandim dedi. "Ertalab kelib turibman" dedi. Shunday tashlab yuborgan ekan.